Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och dahasiga kelganmiz. 5 xona 123 kvadratli xonadonimiz narxi 220 mingga baholanmoqda. Bitta ko'rib chiqamiz. Yangi novostroyka do'stlar, bu bizning asosiy kirolish qismimiz. Kirganimizda stroyni shkaflarimiz bor va bu tarafimizda esa bizni bitta bolalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Bu domimizni pastida maktab, bog'cha, hamma sharoitlarga ega. Bozor, park, hamma narsa bor do'stlar. Bu esa bizni umumiy bo'lgan birinchi yuvinish xonamiz. 3 ta yuvinish xonadan iborat. Bu esa yana bittasi, ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega. Do'stlar, bu yoqdan mehmonxona o'rnida foydalanasiz, yumshoq mebellarimiz joylashtirilgan. Xohlasanglar stol stul qo'yib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yoqda kattagina televizorlarimiz o'rnatilgan va oshxona qismimizni qaranglar. Uyimizning yorqinligini ko'ryapsizlar. Bu uyga kirib, albatta ishdan charchab kelganlaringda kayfiyatlaring ko'taradi. Hamma mebel texnikalarimiz bor va oshxona qismimizga ham shu 4 talik, 6 talik stol stullarni qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Kelinglar do'stlar, qolgan xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yoqda yana bitta farzandlarimiz uchun spalni qilingan. Xohlasanglar katta spalni qilib joylashtirsanglar ham bo'ladi. Shkaflarimiz va uyimizning ranglari har bitta xonamiz juda ham chiroyli tanlangan do'stlar. Xo'p, bu yoqda esa bizni kattalar spalnisi, spalnini juda ham zo'r qilib qo'yishibdi. Aynan kattalar spalnisini ko'rishingiz mumkin. Ranglar har bitta xonamizga boshqacha ranglar tanlangan. Spalnisi o'zining shkafi, ayollarimiz uchun komodlari va bu yoqda esa o'zining yuvinish xonasi mavjud. Qaranglar. Yuvinish xonamiz ham juda ham kattagina, barcha qulayliklarga ega do'stlar. Yana bitta xonamiz bor, yuringlar. Eshiklarimiz ham eng yaxshi sifatli eshiklar qilingan. Remontlarimizni qarang. Attachento bo'yoqlari ishlatilgan. Bu yoqda yana bitta spalnimiz, ya'ni bolalar yotoqxonasi. Mabitlarga o'tirib darslarni ham qilsa bo'ladi. Bu yoqqa kitoblarini yoki suvenirlarni qo'yib bersanglar ham bo'ladi. Do'stlar, uyimizning narxi 220 ming, srochniy sotilmoqda. Mirzo Ulug'bek tumanidan uy qarab yurgan yaqinlar bo'lsa, bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Orientirimiz Ekopark yoki Madaniyat instituti. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.